Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana biz Allohga shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz bo'y bo'lsa, davlatimiz ham bo'y bo'ladi. Mana bu bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimizning Galosiyo shahar tuman hokimiyatimizning ro'parasida joylashgan mana shunday Pridos Arena Market oziq-ovqat mahsulotlar do'koniga xush kelibsiz. Mana hozirgi paytda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimizda 70 mamlakatlardan turizm mehmonlarimiz kelyapti. Bizning O'zbekistonimiz, ayniqsa Buxoro sharifimiz mehmondo'st xalq. Mana bunday ichimliklar, soklarni, ana bunday napitoklarni hammasini mana bunday muzlatgichlarga quyib xalqimizga yetkirib beryaptilar. Mana bu Barjon suvlari, ana Cho'rtoq suvlari, mana bunday suvlar, mana bunday shirinliklar hammalarini hozirgi kunda bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimiz, O'zbekistonimiz juda issiq. Mana shu 45-40 gradus issiqlarda mana bunday kelib, mana bunday shirin suvlarimizdan, soklarimizdan, napitoklarimizdan iste'mol qilishadi. Mana biz jontanim mening, O'zbekiston vatanim mening, obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning Buxoro sharifimizda mana shunday hozirgi kunda ana bu har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida bizning hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, bizning O'zbekiston xalqimiz bo'lajon xalq, bo'lasevar xalq. Bo'lajonlarimiz mana bunday snegerslarni, shokoladlarni sevib iste'mol qilishadi. Mana bu organizmni immunitetni ko'tarish maqsadida mana bunday snegerslar, mana bularni, yana bananlarni sevib iste'mol qiladi. Kraxmallari ko'p. Mana bunday bolajonlarimizga hozirgi paytda mana bunday Allohga shukr qilib, mana o'zbegimning ayoli go'zal, oydan-da go'zal, tundan-da go'zal, hammadan go'zal lobar qizlarimiz o'z qo'llari bilan mana bularni pishirib xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana bu magazinlarimizga mana bunday arzon pechenyelarimiz, mana bular hammasi Allohning ana bir vaqtning o'zida sifatli arzon bo'lajonlarimizga mana bunday mahsulotlarni mana hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu dalalarni ko'paytirib, yerlarimizni ko'paytirib, mana shu yerlarimizga chorva mollarimizga ko'paytirib, mana bunday o'zimizni O'zbekistonimizdan mana bunday sigirlarimizni boqib, o'zimizni tabiiy sutlardan mana bunday kefirlar, smetana, qaymoqlar, ana bu kefirlarni hammasini xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana bular shunday yaxshi muzlatgichlarga tozagina qo'yib xalqimizga beryaptilar. Mana bular yana o'zimizning chorva mollarimizni ko'paytirib, o'zimizni sigirlarimiz sutlaridan tayyorlangan ana bular, mana bular sariq yog'lar. Ana hozirgi kunda bu xalqimizga juda kerakli, organizmni to'yantiradigan sariq yog'larimiz, smetanlarimiz, ana bular hammasi sifatli shunday muzlatgichlarga qo'yib xalqimizga yetkazib beryaptilar. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib, shukronalar aytib yashaylik. Mana bolajonlarimiz ana shunday alyonkalarni yaxshi ko'radi, sevib iste'mol qilishadilar. Ana bunday yogurtlarimiz, ana bular hammasi mana shu bolajonlarimizga. Mana bu yerda hozir o'zbegimning ayoli go'zal, oydan-da go'zal, tundan-da go'zal, hammadan go'zal, yana ham go'zal bo'lishiga mana bunday soch kraskalar, ana bu shampunlar, duxilar, ana bular hammasi mana shunday xotin qizlarimizga, ayollarimiz hozir mana shu qo'llarida kirlarini yuvmaydilar. Kir mashinalarida mana bunday sodalarimiz bu, ana bular bilan chiroyli qilib xushbo'y hidli ana bu
kirmaydigan mashinlarga solib yuvadilar. Ana shampunlar, gellar, hamma narsa bor. Mana biz Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Ana bu yo'qlarimiz ham o'zimizning paxta yo'qlarimizdan, o'zimizning O'zbekistonimizdan. Ana bular makaronlar, mana bular hammasi mana Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana shunday ana pechenlar har xil bolajonlarimiz sevib iste'mol qilinadigan mana konfetlarimizdan ham, kofelarimizdan ham hammalaridan olib xalqimizga yetkazib beribdilar. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Mana Allohga shukr, bizning ko'hna va hamisha navqiron Buxoro sharifimizda mana shunday Buxoro shahar, Buxoro viloyat, Buxoro tuman, Galosiya shahar hokimiyatining ro'parasida joylashgan mana shunday mini marketga xush kelibsiz. Mana bu yerda chiroyli, arzon, sifatli, xaridorgir bolajonlarimiz sevib iste'mol qiladigan ana bu malakolar, ana salonlar, hamma narsalarni kelib mana shu yerdan xarid qilishingiz mumkin. Biz Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim. Mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor. Bizning O'zbekistonimizda bor. Mana bolajonlarimizga ana bunday soklar, yogurtlar, ana bu kalbusalar, ana bular hammasi halol kalbusalar. Xalqimiz sevib iste'mol qilinadigan muzlatgichlarga qo'yib, mana shunday ana tuxumlarimiz hozirgi paytda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tovuqlarni ko'paytiraylik. Ana bolajonlarimizga mana shunday imtiyozli kreditlar berib parrandachilikni rivojlantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida xalqimiz boy bo'lsa, davlatimiz ham boy bo'ladi. Mana shunday ana bu bolajonlarimiz sevib iste'mol qiladigan ana bulardan ham mana shunday yetkazib beribdilar. Bizning mana shunday Buxoro viloyat hokimlarimiz, tuman hokimlarimiz, ana soliqchilar, nalogchilar, barcha soha mutaxassislari mana bu yerda tadbirkorlik qilib, ana bular o'zimizning O'zbekistonimizdan chiqadigan choylarimiz. Ana bu choylarni ham o'zimizda ekib, qadoqlab, mana bu yerda xalqimizga yetkazib beribdilar. Mana shunday tadbirkorlarimiz soni ko'paysin. Mana shu tadbirkorning yo'liga to'siq davlat xiyonatchisidir. Sizning ismingiz, familiyangiz kim? Necha yildan beri tadbirkorlik ish faoliyatini qilyapsiz? Oldindan boshlagandik, endi bu oziq-ovqat masalasi bo'yicha endi ikkinchi yilimiz. Allohga shukr. Prezidentimizga qanday istak tilaklaringiz bor? Prezidentimizga katta rahmat. Shuncha sharoit qilib berganlari uchun. Hammasi yaxshi. So'loni vaqtida, hammasi vaqtida. Soha mutaxassislardan, soliq nalogchilardan sizlarga nima to'sqinlik qilayotganlari yo'qmi? Hammasi yaxshi. Allohga shukr qilib shukronalar aytib yashaylik. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanimiz. Mana shunday sizday fidoyi tadbirkorlarimizning soni ko'paysin. Mana shunday chiroyli qilib sifatli mana shu bolajonlarimizga, xalqimizga yetkazib beryapsizlar. Alloh asrasin. Mana shunday yurtga yashayotganimizga biz shukr qilib shukronalar aytaylik. Mana bu ko'hna va hamisha navqiron Buxoro viloyatimiz, Buxoro tumanimiz, Galosiya shahar, Galosiya mahalla fuqarolar yig'inidagi tuman hokimiyatimizning ro'parasidagi mini marketga hammalaringizni taklif qilamiz. Xush kelibsizlar. Jon tanim mening, O'zbekiston vatanim mening. Obod yurtim, ozod yurtim, tinch yurtim.
mana shunday yurt qayerda bor? Bizda bor, bizning O'zbekistonimizda bor. Sağ ol,